Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Hozirda ijtimoiy tarmoqlarda tezkorlik bilan tarqalib borayotgan videolarni mana shu kanalimizda ko'rib borsalaring bo'ladi. Hozirda O'zbekistonda meva-chevalarning narxlari tezkorlik bilan tushib borayotganligi haqidagi videolar tarqalib bormoqda. Ayniqsa tarvuzning narxlari ham suvda kelib ketayotganligi haqidagi ma'lumotlar tarqalib boryapti. Mana shu tarqalayotgan videolarni hammasini jamlab bitta joyga jamlab qo'ydim. Iltimos videoni oxirigacha ko'ring va o'zlaringizning fikrlaringni ham izohlarda albatta yozib qoldirib ketinglar. Va bittadan videoga like bosdik va qani ketdik, videoni boshladik. Hammaga rahmat. Shasilarga istarsin. Ajoyib. Mana 5 ta tarvuzimiz 25 kilodan. 185 bo'yim. 185 kelyapti. Akalar, kelaverasizlar. Surxondaryo, Termiz. Nomer 1 Surxondaryo. Dehqonning narsasi bu yil pul bo'lmadi. Allohim keyingi yilga pul qilsin endi nasib bo'lsa. Mana tarvuzlar shunday katta tarvuzlar arzon pullarga sotilyapti. Mana. Allohim barakasini bersin, boriga baraka. Katta tarvuzlar qaranglar. Andijonliklar bormi? Andijonda Bo'zida nomer 1 tarvuzlar bo'ladi mana. Juda ham yirik, o'ta yirik tarvuzlar. Yigitlar, tarvuzning narxi ko'tarilyapti. O'pkangni bosib sot hamma tarvuzlar. Uyning qisib bundan 1200 so'm, 1300 so'm berib qo'yma. Tarvuz poliyaga kirmadim bir bor. Loshaklarga qo'limni urmadim bir bor. Endi pishmay qolar sirochga ushqab. Ko'nglimda tarvuz u poliyada tarvuz. Teknologiya. To'la nechi pul? 5000. Nima? 5000. Qadariga ravot. Men tarvuz 5000 sotyapman, mana shu 5000 men. Ha? Qarayman, o'shanisi. Hayot o'lgani shumi nima mana? Sot qilishsangiz bo'lmaymi? Tarvuz berajora. Ketdik topga. Ha? Tarvuz borda. Tarvuz tolmashdi. Pulim yo'qda, anazdan shopirga berayinmi? Suv ichayinmi? Nima qilib? Uch mingdan oladigan mal bormi? Yerni bo'shatish kerak. Yalla habibi, kel ukam, bitta ko'rsat jigar kel. Bismillah. Tarvuzni zo'rlari keldi, skitkada, aynan sizlar uchun oppog'i 8000. Shasilarga istarsin. Ajoyib. Qanchadan bo'lyapti akajon? Tarvuz xudoga shukr bepul bo'lyapti. Bepul? Ha, mo'ltanlarga tarqatyapman. Ebe. Onasi tarvuz ekdi. Aha. O'tir Malibu 07. Malibu 07 bo'ldi. Aha. Onangni men 07 ni bezab tashlab chiqarib. Onangni men ikkitasi bilan kit etib isharib o'tiribman. Bu yil bo'lmagan bo'lsa, bu yil bo'ladi, qing aka deydi. 07 ni ham sotdim. Bir ikkitasidan kredit oldim, pul oldim. Tarvuz ekdim. Ana endi men ergab kelib sotgan tarvuzim. Onangni mana ana bir boshim tarvuz onangni men nima qilay buni? Bu pulni shopirga beramanmi? Uyga non olib boramanmi? Savol qol. Olsam mana. Olmasa itin naxuy ketdim yana. To'xtang, bo'yga achchiqlanma, kelishtiramiz a? Nima qilyapsan, bega baring? Hey, mana jam bo'lishi kerak. Aka tarvuzdan yug'dingiz, shaptaldan ham yeyapsiz-ku. Yeymiz, hamma yoqdan yeymiz. O, keloringlar, xalqim olgan narximdan ham past. 8000 so'm. Yaxshiga. Sho'xtolim va qo'yliq. Ha, nima edi? Aka, yezib o'tib keting, shu sotolmayapmiz aka. Ja, videoga qo'yibsiz. Izoring aka. Biz rozimiz. Yezinglar, oson qutulik bundan. Charchadik. Kelavering, keng hojana 8000. Kelishtirib beraman, hojana.
Voy hojona, jon hojona, sarg'ayib ketdim. Janob, uyiga borib kompot qilib ham berib kelaveramiz. Kompot ham qilib beraman. Qoppog'ida ichida. Yopib ham beriladi. O'tin potiniga da borib beriladi. Osinglar bo'ldi. Bir shapalaq ham urib olaverasizlar. Agar narxni 7000 dan past ursalar, tishni orasida qisib o'ldiraman. Bu kungi bedaga atvetmi? Aka, bu somon necha puldan bo'lyapti? Bu kungi beda 25 ming bo'lsa, bu 5 ming so'm. Bonusi. Joydan kelib olib ketasizlar. Odam bo'yi filmida. O'zim xursand bo'lsam bo'ldi-da. Birovlar bilan nima ishim bor? Teknologiya. Sizlar pomidor bodringlarning narxini qo'yib boryapmiz. Bugun 29-sana. Pomidorlar qanchadan aka? 3000. 3000. Optimga yana arzon ham qilib berasiz-a? 200 dan o'tib beraman. Ana. Samarqandning optim bozorlari. Ha. Sizni ham videoga olaymiz. Quruq qolib ketdingiz. Pomidorlar juda suv tekin bo'ldi. Juda arzon. Mana shu qovun qaysi viloyatning qayerda joylashgan? Kommentariyaga yozib qoldiring. Qani ketdik. Hasan aytganda ochiladigan gul. Yana bormi? Yana bormi? Oğlum açma. Ha? Nasıl burada? Cihayı.